Ya Bismillah. Assalamu alaykum. Aziz muhtaram, suyumlik Sharq Turkistonlik qarindoshlarım. Sizlar bilan yana bir qatim muloqot bo'lishga nasib qilgan Allohga hamdlar bo'lsin. Ko'rib turganinglardek, bugungi temamiz istiteksiz urush. Cho'ng temasining ikkinchisi tashviqot urush haqida notlar. Va bu kichik temaning birinchisi. Teşviqat degan nima? Nima uchun teşviqat qilish ehtiyoji bo'ladi? Nima maqsadda teşviqat qilinadi? Teşviqat orqali nimalarga erishiladi? Bu savollar cho'qim ko'pchilikning ichida tug'ilishi mumkin. O'tganda Amerikada ochilgan Uyg'ur ziyolilarining anjumanida 3 asosiy tema o'tirib qo'yildi. Xabaringlar bu Facebookda e'lon qilindi. Birinchisi Xitoylarning natsist uslubidagi kamplarni taqash. Bu taqash uchun qilinadigan ishlar. Bularning hammasi ko'rib turganinglardek tashviqot bilan bo'ladi. İkinci cho'ng tema xalq harakatini barliqqa keltirish. Buningmi yanada tashviqot kerak bo'ladi. Xalq harakatini barliqqa keltirish uchun. Bu ikkisiga asosan tashviqot eng asosli hal qilg'uch qurol. Bunun uchun biz tashviqot haqida to'xtalamiz. Undan boshqa ba'zi qarindoshlarimiz o'z oldiga kuchining yetishicha tashviqot bilan shug'ullanyotadi. Ular uchunmi bu bir nim bo'lib qolsin, bir qo'llanma bo'lib qolsin degan maqsaddami bu temani diqqatingizga sunib o'tiribman. Shuningga o'xshash tashviqot haqidagi barliq savollarga javob topish uchun bu vaqtdagi kitoblarga, bu vaqtda tadqiqot olib borgan olimlarga, mutaxassislarga murojaat qilamiz. Ya'ni demoqchi bo'lganim, bu mening kashfiyotim, mening aqlim bilan o'tirib chiqarilgan, men o'tirib qo'ygan narsa emas, mendacha aytganda. Buni to'g'ri tushunishing kerak. Sening deganingni qilamdiq deb qilmaslik uchun buni oldi bilan deb qo'yay. Bu dunyoda umuman tashviqot temasi tilga olingan vaqtida aqllarga keladigan nuqtalar. Bu mening emas, boshqa olimlarning, mutaxassislarning gaplari asosiga aytdim. Men faqat buni moslashtirish, o'zlashtirish olib bordim va oz to'la o'zimning izohatlarini qatdim. Uning uchun buni yani yana bir savolga sabab bo'ldi ekan to'g'ri. Bu chet el olimlarining, boshqa davlat, boshqa millatlarning bo'lsa, bu Uyg'urlar qanday to'g'ri keldi deydigan savol tug'ilishi mumkin. Bu asosiy jihatdan kimga qaratib qilsin bu tashviqotni hammasiga uyg'un keladigan prinsiplar. Bu umumiy prinsip bu. Qaysi davlat, qaysi millat, qaysi guruh, qaysi partiya bo'lishdan qat'iy nazar. Endi buning Uyg'urlarga xos bo'lgan tarafini tashviqotchilarimiz bu prinsip asosida o'zlarimiz bekitimiz. Tashkilotlar, tashviqotchilar va o'zimizning tadqiqotchilar. Shuning uchun bu umumiy prinsip.
umumiy diqqat qiladigan ishlar, umumiy nishon asosan o'xshash. Teşviqat əməliyləşdirgücü kuchlarga foyda keltirish maqsadi bilan muayyan bir guruhning, to'pning, jamoatning, millatning yoki davlatning o'y fikr, pozitsiya va haddi harakatlarini, shundaqla eni ham ongsizligini, bilinch olti, bu turkchisi ongning tegi asti qatlami degan. Angsızlıqını təsir dairəsiga elish, yo'llantirish, almashtirish. Yo'llantirish degan Uyg'urchada ko'p ishlatilmagan bir so'z. Bu turkchadan elingan so'z. Uyg'urchada buning tengdoshi bo'lmaganligi uchun buningga odatlanish yo'sidan bu so'zni men ko'p qo'llanyapman. Yo'llantirish degandiki yo'n, taraf, yo'nalish deganning qisqartirilmasi. Yo'nalish, ma'lum yo'nalishga boshlash degan gap yo'llantirish. Almashtirish uchun hozirlangan barliq uchurlar, fikrlar, nazariyalar va yoki chaqiriqlarning nishon qilingan to'pga qarata sistemalik munosib vositalar orqali yetkazilishi, qabul qildirilishi urinishlaridir. Bu teşviqatning tarifi. Anthony Pratkanis ve Elliot Aronson teşviqat devri ma'qul keltirishning kundalik qo'llanilishi va suiistimoli nomli kitobida shunday deydi. Teşviqat ishg'oldir. Yani bir tajovuzchi zehningizni va o'y fikringizni istilo qilishga tirishmoqdadir deydi. Bu teşviqatning yana bir xil ta'biri. Yana shunday deydi. Teşviqat bir fikrning oldin hukmlarimizni, tuyg'ularimizni g'idiqlagan imaglar, shuarlar va simvollarning mayirlik bilan qo'llanilishi orqali yetkazilishidir. Bu holda u chaqiriqni anglagan, u fikrni o'z xohishi bilan, o'z fikridek minussin. Bu mening o'zimning fikri deb qolsin. Yani, doktor Hans Speer teşviqatning maqsadi haqida shunday degandi. Birinchisi bo'ysundirish. İkincisi buzg'unchilik. Üçüncüsü işbirligi. Dördüncüsü yoksulluk duygusu singdirmak. Beşincisi sarosima yaratmak. Teşviqat mana shunday maqsadlar uchun qo'llaniladi. Teşviqatning maqsadi fikrlarning boshqalar tarafidan o'rganilishini, qabul qilinishini, aslarda qolishini, oxirida fikrni miningsiganlarning, ya'ni qabul qilganlarning, bu mening fikrimdir yoki mening fikrim bilan o'xshash fikr ekan deb qo'shilganlarning bu fikrning maqsadi uchun aktiv faoliyat ishiga kirishini ta'min etmakdir. Xalq harakatini barliqqa keltirish deganimizda mana bunday bo'ladi. Biz singdiradigan fikrni qabul qilgandan keyin ular aktiv faoliyatga o'tadi. Aniq bu xalq harakati bo'ladi. Teşviqatni zamonaviy siyosat ilmining temisi holatiga keltiruvchi Harold Laswell teşviqatni tanlashlarni, hatta harakatni, boshqa shartlarni almashtirishning o'rniga sotsial fikrlarni ilgari surib, to'g'ridan-to'g'ri manipulyatsiya yo'li bilan boshqarilishidir deydi. Boshqalarning qarashlarini almashtirishdek bu ish yeziq barliqqa kelishdan ilgari insonlik tarixining teranliklarida boshlangan bo'lsa-mu, tashkillik, izchil va sistemalik teşviqat, hatta bir ma'noda psixologik urushning boshlanish tarixi
1622 yılı deyişki boladı. Bu mezgilde Katolik papası Grigori Katoliklikning teşviqatını qilish uchun protestantlikqa qarshi protestant degan keyingi zamonda yangi paydo bo'lgan, shu chaqliga nisbatan yangi paydo bo'lgan Germaniyada bir qism odamlar protestant. Shundaqla Angliyadami bu xristian dinining bu mazhabi asos o'rin turdi. Protestantlikqa qarshi psixologiyalik urush elib berish maqsadi bilan bir tashviqot tashkiloti qurgan 1622da. 19-asrda tashviqot zo'r taraqqiyotlarga erishdi. 1843-yili Amerikaning Filadelfiya shtatida tunji e'lon agentligi Volney Palmer tarafidan qurilib, tunji zamonaviy tashviqot e'lonchilik shaklida boshlandi. Ya'ni tovarlarni e'lon qilish, ya'ni reklam degan tashviqotning bir turi. Biz yuqorida fikrlarni minimsigizish, ya'ni qabul qildirish dedik-ku bu tashviqotning maqsadi. Tovar e'lonlari shu. Og'ingiz yo'q bir narsani doim kallangizni g'idiqlash orqali sizga qabul qildirdi. Xudo ammasi bo'lmaydigandek bir hissiyotga keltirib, uning bozorini chiqardi. Buning uchun reklamning o'zimi bir xil tashviqot. 1890-yillarga kelganda universitetlarda e'lonchilik va tashviqotga oid darslar berilishga boshlandi. 100 yildan oshdi bu rasmiy o'qish programmasiga kirib, boshqa xalqlar tashviqotni sistemalik o'rganishga boshlaganga 100 yildan oshyapti. Ammo biz bugun taxicha uning ABC'sini o'rganmoqchi bo'lib o'tiribmiz. Tashviqot 20-asrda taraqqiy qilib, bir qism qoyil qilish va bozorini chiqarish texnikalaridan o'tib, turdosh bir to'plum hosil qilish va dushman ko'rilgan to'plumlarni psixologiya jihatdan yemirib tashlash maqsadi bilan ishlatiladigan vosita. Taraqqiy qilgan bir ilm darajasiga keldi. Yevgeniy Xodanovskiy natsistlarning tashviqot ministri Goebbelsga bergan dokladida shunday yozgan. Nemis xalqi urush maydonida yengilmadi, balki ro'yi singanlikdan so'zlarning urushiga yengildi. Bu nimaligini? So'zlarning urushi nima u? Tashviqot. Nemislarning bu mamatliq urushiga dushmanlarga o'xshash G'ullarga qarshi va millatlar jamiyati uchun degandek yegani shuar bilan kirmagan edi. Bu dokladda demoqchi bo'ladi-ki, nemislar fiziki urushda yoki jismoniy urushda emas, ma'naviy safda yengilib qoldi. Shuning uchun jang maydonida yengildi demoqchi. Undan boshqa biz diqqat qiladigan yana bir tarafi aniq va ixcham bo'lgan bir shuarmi yo'q edi deydi. Shuar. Buning ne qadar muhimligini buningdan bilib olaymiz. Bu bizning dushmanimiz Xitoy, Sharq Turkiston ozodligi uchun degandek shuarlarni harakatning besh qilishimiz haqida bishorat berdi. Nemisning doklati deyilgan, bizning aniq ixcham bir shuarimizmi yo'qdi degan u so'z bizga shu bishoratni berdi. Biz harakatimizga dushmanimiz Xitoy degandek bir shuarni yoki Sharq Turkiston ozodligi uchun
degandek şuvarlarni hareketning besh qilishimiz haqida bishorat yurdi. O'zining milliy nishonlari haqida ta'sirli tashviqot elib borilmagan va do'st dushman kuchlarning tashviqotlarini ta'sirsiz holga keltirolmagan millatlarning milliy nishonlarini ishga oshirishi mumkin emas. Xuddi shuningdek, davlatlarda ta'sirli bir tashviqot mexanizmi qurib chiqilmagan va ishga solinmagan siyosiy partiyalarning taxtga chiqish fursati bo'lmaydi. Tarix bir fikirga haqiqatan ishonganlarning har qachon boshqalarni ishontirish chorasi izlaydiganligini ko'rsatmoqda. Onda bo'lsa biz nima qilamiz? Bu nima demakchi? Tarixdan bugungi kungacha barliq haddi-harakatlar insonlarning siyosatdagi, ijtimoiy islohotlardagi, savdo tijoratdagi hatto o'zi ishongan ash fikrga boshqalarni ishontirishga urinadiganligi va buning chorasi ustida izlanadiganligini ko'rsatyapti deydi. Qanday ekan? Bizning tashviqotimiz nima bo'lishi kerak bo'ldi? Biz Sharq Turkistonning mustaqilligini asliga keltirish uchun kurash qilamiz deydi ekanmiz. O'zimiz ishongan bu fikrga butun xalqni ishontirishga tirishishimiz lozim va buning chorasini topishimiz lozim degan. Yoki navbatda natsiz uslubidagi Xitoy kamplarını taqtish uchun va buni taqashning bir insoniyatning ishi ekanligi, buni taqamaslikning bir insoniyatsiz ish ekanligiga xuddi o'zimiz ishongandek dunyoni ishontirishga tirishishimiz lozim deganlikdir. Tashviqotning o'zida milliy harakatlarni desteklaydigan biologik bir e'tiqod mavjuddir. Tashviqot o'ziga, taraqqiyotiga va kelgusiga ishongan to'plarning tabiatidan tug'ilgan bir faoliyatdir. Diqqat. Tashviqot o'ziga, taraqqiyotiga va kelgusiga ishongan to'plarning tabiatidan tug'ilgan bir faoliyatdir. Tashviqotning nishoni yoki asosiy nishoni insonning aqli emas, ruhidir. Ya'ni tashviqot insonning aqliga xitob qilmaydi qarindoshlar. İnsanның ruhiga xitob qiladi. Shundaqla tashviqotning nishoni shaxs sifatidagi inson emas, jamoat ichidagi insondir. Chunki jamoat ichidagi insonni qoyil qilish shaxs sifatidagi insonni qoyil qilishdan oson bo'ladi. Chunki jamoat ichidagi umumiy ta'sir tufaylidan oson qoyil qilg'ili bo'ladigan, oson yetakligili bo'ladigan tashqi ta'sirlarga uchuq holatda bo'ladi jamoat ichidagi inson. Bu sababdan deyish mumkinki, ijtimoiy psixologiyani nazarga olmagan bir tashviqotning muvaffaqiyat fursati bo'lmaydi. İctimai psikologiyada o'lcham ziyolilar emas. Diqqat, tashviqotchilar. O'lcham ziyolilar emas. O'tirchi insonlardir. Shundaqla qoyil qilinish kerak bo'lganlarmi shulardir. Ziyolilarni qoyil qilish ketmaydi. Endi tashviqotning asosiy prinsiplari haqida mutaxassislarning qarashlaridan bizga ma'qul tushganlarini bayon qilib o'taman. Tashviqot ilmiy asoslarga tayanib elib beriladigan bir faoliyat. İlmiy asoslarga tayanib. Tashviqot ijodiy va hayron qolarli bo'lishi kerak. Tashviqot raqibning, xaridorning yoki agar bu e'lon bo'lgan bo'lsa,
yoki saylovchilarning agar bu saylam tashviqoti bo'lgan bo'lsa kutmagan yerdan chiqib amaliylashishi kerak. Tashviqot hayronlik uyg'otish yo'li bilan raqibning tangpungliqini buzib yetishni nishon qilish kerak. Tashviqotning asos prinsiplari. Endi asosiy maqsad bu. Tashviqotning asos prinsiplari. Bu temaning eng muhim tarafi bu. Yuqoridagilar tashviqot haqidagi ta'riflar, tafsirlar. Endi prinsiplari. Birinchisi, tashviqotning bir asosiy iqishi, asosiy fikri, shuvari bo'lishi kerak. Xuddi bizning bir dushman, bir nishon qarshimizdek. Yoki dushmanimiz Xitoy degandek. Tashviqotni tayandiradigan asos fikr yoki shuvar jamoatning, kollektivning yoki millatning eng ko'p ehtiyoj his qiladigan tuyg'ulari, eng buyuk orzusini tepib chiqib, mana shu mo'mini ko'rdigan holda bu tashviqot xominini borliqqa keltirish kerak. Ya'ni tashviqotni mana shu asos o'qida planlash kerak. Asosiy fikrning bo'lishiga teng keladigan yana bir muhim nuqta. Bu asosiy fikrning tilga tushadigan oddiy, uqishliq bir shuvar sifatida o'tirib qo'yilishidir. Deylikki, biz radio nutuqlari, televiziya nutuqlari, broshurlar, bulletinlar, maqolalar, kitoblar orqali tashviq qilamiz. Ammo bu cho'ng hajmdagi bu tashviqotni javhirini ifodalaydigan, tilga oson tushadigan, oddiy, uqishliq bir shuvar sifatidami o'tirib qo'yilishi kerak. Masalan, Obamaning prezident saylamidagi saylam tashviqotining shuari nima edi? Change. Bijlam gap. Xuddi shuningga o'xshash keng ko'lamli, cho'ng hajmli bir tashviqotning ashunday bir javhiri bo'ladi. Buni bilish lozim. İkinci, tashviqot bir markazdan planlanishi, yerlikda amaliylashtirish kerak. Ya'ni tashviqotni shu partiya, shu organ yoki tashkilotning markaziy yadrosi planlash kerak. Davlatlarda bo'lsa bu ish tashviqot ministrligi, ma'arif ministrligi tarafidan planlandi yani. Mamlakatning eng chet yoqasidagi partiya a'zosi yoki tashkilot a'zosimi nima deydiganligini mana shu markazlik plan bo'yicha belgilash kerak. Bizda bunday bo'lmaganligi uchun bir tashkilotning ichidagi o'xshamagan odamlardan o'xshash bir savol so'ralgan vaqtlarda, chet elliklar so'ralgan vaqtda bir tashkilotning ichida turib, birisi oq deydi, birisi ko'k deydi, birisi yeshil deydi. Bunday satchiliklarni aytib ko'p ko'rdik. Bu yerda da'vatidir, markaz planlaydi. Eng chet yoqidagi bir a'zomi o'xshash talaffuzda gap qiladi. Ash planning ichida bo'ladining gapimi demoqchi. Uchinchi, tashviqot kasbiy jarayon sifatida ilib berilishi kerak. Kasbiy bo'lishning talab qilinishidagi sabab shuki, tashviqot ilmiy bir layoqat qozongan bir san'at desakmi, oshirib o'tganlik bo'lmaydiganligidandir. Shunga tashviqotda mas'ul kishi ishdan ayrilgan kasbiy e'lonchi, siyosiyun, jamiyatshunos, psixolog, ruhiy kasallar doktor degandek xodimlardan tashkil topgan bir guruh bilan ishlashi ko'zda tutiladi. Endi bu gap bizga to'g'ri kelmay qolishi mumkin qarindoshlar. Bu davlatlar uchun taraqqiy qilgan
çoğun partiyalar üçün devletlerde saylam rekabetiga, hakimiyet üçün rekabet küçülügen çoğun partiyalarning içinde bunda adamlar buluşı mümkün. Endi bizde bu adamlarning hammasi tepilishi natayin. Ma'lum bir tashkilotning ichidilla bunda mutaxassislashgan odamlar, bunda bir guruh buning bo'lishi natayin. Lekin az bo'lsin ko'p kitob deydigan pa'dada qo'limizdan kelishicha mumkin bo'lgunicha mutaxassislarni, biladiganroq odamlarni tanlab ularning planlashi sunishimiz lozim. Bizga tushadigan bu. To'rtinchi, tashviqotning ishondirish kuchi bo'lish va ishonchlik bo'lish kerak. Tashviqotning bosh nishoni nishon qilingan ommaning nazarida ishonchlik bo'lishni qo'lga keltirishdir. Ziyoda pastlashtirish, ziyoda mubolag'a tashviqotning nazardan tushishiga sabab bo'lishi mumkin. Masalan, Birinchi dunyo urushi mazgilida inglizlarning tashviqotida nemislarni mubolag'liq shaklda yovvoyi, vahshiy deb sifatlaganliklari uchun Ikkinchi dunyo urushi jarayonida nemislarning asir kamplarida qilgan vahshiyliklariga Amerika va Angliya xalqini ishontirishda salbiy rol o'ynagan. Burun o kadar vahshiylik qilinmagan zamonda ularni yovvoyi, vahshiy deb mubolag'a qilib o'tganlik uchun keyin ular resmiy shu ishni qilayotgan vaqtida buningga xalqni ishondirgan bo'lmagan. Xuddi bizniki yolg'onchi bola hikoyasiga o'xshash. Yolg'onga bir ikki qatim ishongandan keyin rostdan desangizmi ishonmaydigan bo'lgan degan gap. Tashviqot nishon qilingan ommaning kulturel qurilmasiga uyg'un bo'lishi kerak. Kültürel qurilmasiga. Masalan, bizning kültürel qurilmamizda bir asosliq omil bor. U bo'lsa bizning musulmonligimiz. Agar bu tashviqotda buningga diqqat qilinmasa, nafratga sabab bo'lib qolishi mumkin. Tashviqotning o'zlish nisbatini yuqori ko'tarish, sinishchanligi bo'lish uchun nishon qilingan ommaning yoki millatning yashayotgan muhit shartlari, yaqin kechmishi, an'anasi, kultur saviyasi, moyilliklari nihoyatda inchiklik bilan kuzatilib, shuningga yarasha tashviqot planlanishi kerak. Nishon ommaning sezgir nuqtalariga, söygen, ezizlaydigan nuqtalarga tegib ketishdan saqlanish kerak. Yuqori deganimizdek. Oltinchi, tashviqotda sharaflik, shundaqla bo'lishliq bir tavsiya bo'lishi lozim. Biz nishon qilingan ommaga bir tavsiya sunishimiz lozim. Bu tavsiya bo'lishliq bir tavsiya bo'lishi lozim. Tashviqot nishon qilingan ommani qoyil qilish uchun ularning sharaflik deb biladigan qimmatlariga, qadriyatlariga uyg'un keladigan bir tavsiyani o'z ichiga olgan bo'lsa, tashviqotning ishontirish kuchi zo'r darajada yuqori ko'tariladi. 7. Tashviqot diqqat torta oladigan bo'lishi kerak. Tashviqot nishon qilingan xalqning diqqatini cheklaydigan shaklda planlanishi kerak. Xalqning diqqatini o'ziga tortolmasa, bundaq tashviqotning hech qanday ahamiyati bo'lmaydi. Bu prinsip ovozli, videolik tashviqotlarda. Muzika bo'lish kerakmi? Bo'lmaslik kerakmi? Bo'lsa, qandaq bir muzika bo'lish kerak? Ovozliq bo'lganda
nutqqa qıstırildigan şuvarlar nem bo'lishi kerak? Qandaq yerda, qandaq tonda tilga ilinish kerak? Qatorliqlarning obdan diqqat qilinishi ko'z tutildi. 8. Teşviqat izchil bo'lishi kerak. Buni bek ko'p ta'kidladim men. Bundan burunmi bu teşviqat temasini men kapışıvatqanga alahazal 10 yıl ulab qalay dedim. 10 yıldan meşitti to'g'ri. Sharq Turkiston azodlik yo'lida izlanish degan kitob 2011da nashr qilingan bo'lsa, uningdagi teşviqatga oid tema uningdan ilgari yozilgan demak. Uning oldidagi kitoblar tilga olingan teşviqat. Demak 10 yildan eshitdi. Teşviqatning izchilligiga ko'p to'xtaldi. Nima uchun? Bu izchillik shu qadar muhim. Teşviqat izchil bo'lishi nishon qilingan ommaning diqqatini chekib, ma'qul qilganga qadar, qoyil qilganga qadar buning muddati davom qilishi kerak. Chunki nishondagi omma dushman teşviqatining nishoni ekanligini unutmasligimiz kerak. Dushman uningga qarata bir reaksiyon teşviqat olib bordi doim. Dushmanning teşviqati biznikidan texmi kuchli bo'lishi mumkin. Chunki uning imkoniyatlari ko'p. Bir hokimiyat bu. Bizga nisbatan aytganda Xitoy bu dushman. Xitoyning teşviqatining texmi kuchli bo'lishining sababi uningda hamma imkonlar bor. Moddiy imkonlar, odam kuchi, mutaxassis. Uning uchun biz nishon qilgan ommani umma nishon qildigan bo'lg'achqa buni her zaman esimizde tutmasak bo'lmaydi. Nima uchun? Bu omma bir qatim biz tarafga qoyil qilinsa bitadigan ish emas. Ular davomli qaymoqtirilib ketish xavfi ichida bo'lg'achqa, ularni davomli takror qazanishga to'g'ri keladi. Uning uchun izchil bo'lish kerak. Teşviqat oddiy bo'lishi kerak. Biz yuqorida dedik, teşviqatning ob'ekti ziyolilar emas. O'tir qatlamdagilar dedik-ku. Uning uchun u tushuniksiz, yo'g'on gaplarga, chet el terminlariga to'lgan tarzda bo'lsa, o'tir qatlamdagi ommaning tushunishi qiyinlashadi. U tushunmagan narsaga haq qiziqmaydi. Şuna teşviqat nishon qilingan omma dastlabki anglashda tushunarligidek oddiy bo'lishi kerak. Teşviqat shuari murakkab siyosiy manzilni oddiylashtirib sunishni o'ziga nishon qilish kerak. Teşviqatning halqa bir shuari bor-ku. Ixchamlangan javhar. Dushmanimiz Xitoy. Yoki bir nishon, bir dushman degandek. Bunun bilan shuvar esda tutishga oson bo'lib, o'git berish layoqatiga erishadi. 10. Teşviqat bir ehtiyojni o'tirib qo'ya olish kerak. Ehtiyojni. Teşviqat kishi yoki kishilarning nishon qilingan ommaning o'xshamagan sabablar bilan yoshirin enig'i ko'mib etgan, ishga oshirishni kechiktirgan bir ehtiyojni u muddatdan burun kun tartibga keltirishga kishi va kishilarni zo'rlay olish kerak. Odatda kishilar tashqi shartlarning uyg'un bo'lmishi tufaylidan ba'zi orzularini, ehtiyojlarini faqat chorsizlik tufayli yoshirin enig'i ko'mib etgan bo'ladi. Chunki bugun uni ishga oshirishning, uningga erishishning imkoni bo'lmaganligi uchun uni tuttusin deb yoshirin enig'imizga yetkib yetamiz. Ama o voz kechganligimiz emas u. Uni orzulaymiz. Hala orzulaymiz. Lekin imkonsizlikdan qo'yib turgan bo'lamiz uni.
aslida buningdan voz kechgandek ko'rinsimi, voz kechmagan. Faqat qaralsiz bir muddatga kechiktirgan bo'ladi. Agar tashqi bir tushkurtish bo'lganida bu ehtiyoj yoki bu arzu darhol qaytadan bosh ko'taradi. Mana shu ehtiyojni to'g'ri bayqash va uni ishga oshirishga munosib kelajak va'da qilish orqali tashviqotning jalbkorligi oshiriladi. 11. Tashviqot bir ehtiyojga javob berish kerak. Yuqorida nima degandim? Tashviqot bir ehtiyojni o'tirib qo'yish kerak degandim. Xalqning bir ehtiyojini tilga olish kerak degandim. Tashviqot ommaning bir ehtiyojini tilga olish bilan qolmay, bu ehtiyojga javob berish kerak. Ommaning enida, ya'ni angliqligida. Bu alqi yoshirni angning aksi. Aql qatlamida yani. Daimi bo'lgan, o'xshamagan sabablar bilan tilga keltirsimi, qanoatlantirilmagan bir ehtiyojini tepib chiqib, shuni tilga olish va uningga javob berish kerak. 12. Tashviqot qarshi tarafning tashviqot strategiyasini nishon qilish lozim. Raqibsiz bir tashviqotning muvaffaqiyat qozonish ehtimoli yo'q. U holda raqib tashviqoti amaliyleştirayotgan bir vaziyatda elib berilishi ma'lum jazibiy omil bo'lib qolishi mumkin. Ya'ni o'ziga jalb qiladigan bir omil bo'lib qolishi mumkin. Markazda tashviqot planlanganda dushman tashviqotining uch nuqtalari asosli nuqtalari, kuchlik, ojiz taraflari diqqatga ilinib, ularning qaysi sapsatillariga qanday javob berish belgilanishi, buning bilan kim yangido qiziqishi bilan diqqat turadigan ommaning sevgisini, ishonchini birdilla o'z tarafga tortish mumkin. Chunki xalq xohlamas ikki odam so'qishib qolsa qiziqadi. Ikki odam gap talashsa qiziqadi. Bu insondagi basgagil olmaydigan qiziqish bu. Hatta bu bütün jamiyat taraqqiyotining, insonlar jamiyatining taraqqiyotining harakatlantiruvchisi bu qiziqish. İnsondagi bu qiziqish bütün taraqqiyotlarning harakatlantiruvchisi aslida. Anda bo'lgandan keyin dushman tashviqoti va bizning tashviqotimizning orasida bo'ladigan bu surkilish, bu talash o'xshashlar bu xalqni jalb qiladi. Kim yengido degan bir diqqat hosil bo'ladi. Keyingi qitimlarda tashviqotning turlari haqida to'xtalamiz. Hozircha tashviqotning asosiy prinsiplari mana shular. Endi bu mavzuga aloqasi bor va yo'q bo'lgan bir qancha masalani ta'kidlab qo'yishni zarur topdim. U bo'lsa-mu Kantlar, zulmlar haqida umuman Sharq Turkistondagi inson masalalariga to'xtalishga to'g'ri kelganda Uyg'ur desak to'g'ri bo'lmaydi qarindoshlar. Sharq Turkistonliklar, Sharq Turkiston xalqi deyishimiz kerak. Bo'lmasa boshqa qarindosh etnik guruhlarni mavzuning teshida qoldirgan bo'lamiz. Bu bo'lsa Xitoylarning ishiga yaraydigan tafriqi urug'i bo'lib qoladi. Ko'rayotganimizdek eng dastlabki shohidlikni qozoq qarindoshlarimiz boshlab berdi. Uyg'urlardan hatto zulm chekib qochib chiqqanlarning ba'zilari yoshirinib oldi. Muxbirlar bilan uchrashtirish uchun izdabmi topqili olmadi bunlar. Bizning avalimiz bu. Endi fidokorlik bilan o'tirib chiqib Xitoyning zulmini eng avval amaliy faktlar bilan o'zining ko'zi bilan ko'rganlarini anglatganlar qozoqlar. Uyg'urlar hozirgacha sukut qilyapti. Mushunda turib
goya bu Uygurlarning işi degandek buni kishigiltib qo'ysak, bu davanınki to'g'ri nishonami emas, zulmga ko'rsatilgan to'g'ri adresma emas, qarindoshlar. Uni demagandimi? Konu dava hareketlerimizde, yani biz yeni çıkan vaqtdagi ko'rganlarimizni desem, Turkiyada Kazak qarindoshlarımızın faoliyatchanligi Uyg'urlarga qaraganda ilgariroqdi. Sharq Turkiston uchun her qachon, her fursatda Kazaklar faoliyat qilibdi, Uyg'ur tashkilotlari yotibdi. Unimi ko'rganmiz. Amaliyat bu ekan, bugungi kunga kelganda hadislar Uyg'ur deb bilish bu to'g'ri bir ish emas. Endi yana bir masala, chet eldagi faoliyatlarning har qandig'ida milliy sezgurlik. Buni ko'p ta'kidladi Xavrulov va milliy sezgurlikning nimaligi haqida. Milliy sezgurlik masalasini hech qachon bir minutma esdan chiqarib qo'ymasak. Ben bu masalani yillardan beri ta'kidladim. Kitoblarimda bor. Bu qatim ziyolilar anjumanidami buningga aloqada fikrlar o'tirib qo'yildi. Ya'ni davamızın xarakterini belgileydiğen en mühim atalgı meselesi. Davamızını to'g'ri bazalaylı degan fikir. Yani İngilizcesi marketten to'g'ri bazaga salaylı. Xata bazalab qo'ysak uni, bunun neticesi mi ko'ngildagidek bo'lmay qoladi qarindoshlar. To'g'ri bazalash deganimiz malning to'g'ri ismi bilan bazalamasak nurg'un uttirish yuz berish cho'qim. Hem buni keyin asliga keltirish tez yoki hech mumkin emas. Davaning ismi Sharq Turkiston qarindoshlar. Mana bu bizning davadagi melimizning en to'g'ri ismi Sharq Turkiston. Eğer bu dava Sharq Turkiston ismi bilan qilinmasa, biz tuyuq yo'lga kirib qolamiz, qarindoshlar. Endi yana bir masala bor. Birleşken Milletler Teşkilatı'nın yig'iniga qatnashish kerakmi? Qatnashsa bo'ladi. Bu savolni ko'p so'rayotdi qarindoshlarimiz. Qatnashsa bo'ladi. Ama birden bir vekili salohiyati bilan emas, o'zining tashkilotiga vakolatdan qatnashsa bo'ladi. Shundaqla bundaq bir yig'inga qatnashish birden bir vekili salohiyatini avtomatik yo'q chiqargan bo'ladi. Chunki bundaq yig'inlarga qatnashishning foydasi qanday? Buni foydasi bormi, ziyni bormi degan savollarni angladim. Bu savol ko'p so'ralayotgan bir savol. Mening qarashimcha, Ebeydullah saman satgandek foydasi bor bu ish bu. Qarindoshlarimiz cho'qim bu nima degan gapdi deb qoladi. Ebeydullah saman satgandek degan bu bir tamsil bu. Bu tamsilning orqasida butun suruk bir hikoya bor. Qiziqqanlarga yana bir qatimda deb beraman, chunki buni kerak bo'ladi ekan jiqchaqildi bunday tamsillar. Agar orqasidagi hikoyasini bilmasangiz, buning nima ma'noga kelganligini bilmaydigan bir ish o'g'ashqa. Buni bilib qo'yganning ziyni yo'q. Balkim bundan keyin hali ko'p ishiltimiz buni, sizlarning hayotingizda bunday ishlar duch kelasizlar, sizlarning ishiltisiz tamsil deganni. Bu yangilarning bir tamsili, ko'nlarning emas. Bunun hikayesini qiziqchilarga ayrim bir anıltamiz. Bugün pek uzurab ketmesin. Hemmanglarga rahmet. Allah hemmanglarni öz panayida asırsın, öz panayida saqlasın, ishlaringlarga bereket, muvaffaqiyat ato qilsin.